Zabihullo aka, oshxonaga qanaqa gilam qo'ygan yaxshi? Yaxshi savol bo'ldi. Ko'pchilik mijozlarimiz oshxonaga arzonchi, poliester, poliip gilam ham bo'radi deyshadi. Lekin bu aslida xato. Oshxonaga poliester, poliip gilamlarini tavsiya qilmaymiz. Shu qatori bambuk gilamlarini ham tavsiya qilmaymiz. Oshxona uchun eng optimal variant bu akril gilami bo'ladi. Akril gilami tozalashga qulay bo'ladi hamda zax o'tkazmaydi. Oshxonada asosan ayollarimiz ko'p vaqtligisini o'tkazishadi. Yo to'kilishi bor, tez kir bo'lishi bor. Shuning uchun oshxonaga eng optimal variant akril gilami. Ja bo'lmaganda zich to'qilgan poliester gilamini tavsiya qilamiz. Gilamni oshxonaga qanaqa uslubda solgan yaxshi? Bu asosan interyerga bog'liq, lekin oshxona asosan ko'p yuriladigan joy bo'lgani uchun juda ham katta ochuv qoldirmasdan solgan yaxshi. Ranglarini sal temniyroq, quyuqroq rangda hamda o'ta minimalizm bo'lmagan dizaynda tavsiya qilamiz. Sizga qaysi xonaga gilam solish uslubi qiziq? Kommentariyaga yozib qoldiring.